Mana o'sha savalani sezoni keldi. Qoraqamish qush bozorida hozir biz har xil sayroq qushlar narxi bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Necha puldan ekan? 220. Mana mamkor pulning narxi 1 million ekan. Sayrayotgan, o'qiyotganlari 200 mingdan ekan. Men kecha erimdan o'tirib eshitib o'tirdim o'zim. Valerni o'tirdim. Hamma chiqadi to'g'ri yuradi. Shuni eshitdim. Okey, mana bular nima qush ekan? Nima qush ekan mana bular? Sinitsi. Lazerga. Sinitsi? Sinitsi bilan lazerga deydi. Sayrashi zo'rmi bularni? Mana olika. Oti nima bu qushlar? Большой sinitsi, rossiyskiy deydi bular. Rossiyskiy. Parini 150 ming berar ekanlar. Rossiyani o'rmon qushlaridan ekan. Narxi 1 million ekan. Diskus boqaman deganlarga Qoraqamish qush bozorida diskuslar narxi 300 ming so'm, kattalari 200 ming so'm, 150 ming so'm. Tayyor-da mana bular уже. Почти. Vid bo'lsa hid bo'lmasin deydi. Вот такие разные, маленькие будет. Их в квартире тоже можно держать, вот такой клетки. Да, да. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dekorativniy, chiroyli karlik quyonlaringiz necha puldan ekan, aka? Bizda har xil 200 mingdan 500 minggacha bor hozir. Mana shu bozorda shunaqalari chiqqan. Mana parodasi nima mana shuni, aka? Karlik baran xatot deyiladi bu. Nemetskiy paroda bu. Boqish osonmi, aka? Qiyin emas. Ha, juda ham oson, qiyin emas. Bu ham boqishdan oson narsa. Bir xil o'ldirib qo'yadi. Ko'p sababi nima bo'ladi, aka? Endi sababichi vaqtida profilaktikalarni qilishmaydi-da. Bularni 1 oylik paytida koksidioz kasalligiga qarshi qorin ishib ketadi-yu. Ha. Ana o'sha koksidioz kasalligiga qarshi Baykoks yoki stop koksid berish kerak. 1 litrga 1 gram qo'shib 3 kun suvga qo'shib berish kerak. Har xillaridan bor, mana ham germelinlari, mana bunaqalari bor. Sarg'ishlari bor, mana bunaqa anglanib parodalar. Yo'q, bular bir qarishdan sal katta bo'ladi. Vesi 1 kilodan 1 kilo 200 gacha bo'ladi. Masalan, mana Veslouxi baralli, bu Germaniyani parodasi, karlik baran deyiladi, xatot. Bu kattodagi razmerda bo'ladi. 1,5 kilodan 1 kilo 800 gacha bo'ladi. Bu bir qarishdan sal katta bo'ladi. Narigiga Veslouxiga nisbatan buni razmeri kichkina bo'ladi. Vesi ham kichkina bo'ladi. 1 kilo 200 1 kilogacha bo'ladi bular. Qoraqamish qush bozori endi oldida shu. Anvar Don o'tdim magazin ichida joylashgan Zoterum degan kiyomimiz. Bu yerda qanaqa yangiliklar bo'layotganini hozir o'zingiz ko'rasizlar. Allambalo narsa ekan-a? Ben size obunachilaringiz uchun mana aka Yemenskiy xameleon kelib qo'ydim. Buni buqalamur dermidi? Nima deydi? O'zbekchasiga. Buqalamun deydi-da. Mana buni jinsi o'g'il, ya'ni samets, 1 yosh 2 oylik. Toza Yemenskiy har qatda uy sharoitida, ofis sharoitida boqish uchun mos bo'lgan Yemenskiy paroda. Bular ancha asrlar oldin xonakilashtirilgan. Hozirgi kunda yovvoyilarni sotishyapti, lekin ular karantindan chiqmasdan tez nobud bo'lib ketishadi. Tishlab olmaydimi, aka? Yo'q, bu insonga zarari umuman yo'q. Hidi ham chiqmaydi. Gipoallergenniy jonzot. Rangini o'zgartiradi-da. Xo'p, o'zi tegasi xameleon, hech qaysi xameleon o'zidan o'zi duch kelgan rangiga kirolmaydi. Prosta bu bizani fobiyamizga kirg'izib qo'yilgan multfilmlar yoki har xil kinolar orqali. Bular faqat stressga tushgan paytida yoki o'qilishdan oldin yoki suvdan sovuqqa chiqqan paytda tana tuzilishidagi rangni beruvchi pigmentatsiyalari alishib yoki to'q yoki och rangga kirib
o'zgarib turishi borda. Ha. Buni necha pulga ostilar endi aka? Bunga hozircha $500 so'rovimiz, buni ayoli bor edi, uni уже sotib yubordik. Bular aka bunda shu tuxum qo'yadimi, tug'adimi bular? Bular tuxum qo'yib ko'payishadi. Bizlar O'zbekiston sharoitida yaxshimi, qanaqa ko'paytirish O'zbekiston oson? sharoitida ham ko'paytirish oson, faqat shart-sharoitlari o'ziga yarasha uxotlari bor. O'shalari hal qilinsa, bemalol ko'paytirish mumkin. Hozirgi kunda ham O'zbekistonda ko'paytirayotganlar bor bu Yemenskiy xameleonni. Juda ham chiroyli.